Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchamasdan damlaganlar. Biz mana yangiliklarimiz keldi. Arbaletimiz xudo xolasa buni sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Bir oshdan ko'rib kuzatib baho beringlar. Arbalet ochyapmiz sekin. Mana katushkalari bor ekan. Rezinka ikkitalik bo'lib chiqadi. Xudo xolasa ularimiz mustahkam bo'lar ekan. Knopkalari ham bor ekan. Hayotga yangilik qo'yardik. Mana svetlari ham bor. 100 metrdan oshiq bo'lar ekan. Naborini ichida endi so'mkasi ham ochki. Albatta ochki kerak bo'ladi. Ochki, rezinka, mana suvda baliqni ko'rsatadigan bo'lar ekan ochkilari ham. Kunduzi bilasizlar baliq chalma qilmaydi. Mashina taqib olsangiz baliq ko'rinadi. Ilon boshini aniq. Mana o'zini kulishlari bo'lar ekan mutlaqo. Kulichi ayni rezinkasi bo'lar ekan mana ikkita. O'zbek bilan 3 ta bo'lar ekan hisobda. Keyin 5 ta o'qi bo'lar ekan. Keyin lazerini zaryadchilari bo'lar ekan. Mana qo'shimcha g'altagi bo'lar ekan. 5 ta o'qi bo'lar ekan. 3 xil nimali mana ko'rishlar mumkin. Bemalol kelibmi, telefon orqali murojaat qilaverasizlar. Narxiga kelsa 600 ming so'm.